Qo'shqa nima qilyapsan bu yerda? Nima uchun ishlayapsan bu yerda? Aka, alimentim borda. Xo'p, qancha alimentim bor? Qancha to'lashing kerak? Aka, bu yerda ishlayapman, boshqa qilyapman. Nima yetmayapti? Nimaga yetmayapti? Nimaga yetmayapti senga? Nimaga yetmayapti? Alimenting bor ekan, boshqa bor ekan. Aka, bu yerda ishlayapman, pulim ololmayapman-da, boshqa qilolmayapman. Umuman. Kechada sud bo'ldiga 15 ta qamalib keldim. Xo'p, mayli. 15 ta qamalib ketsan, uka. Mayli, xo'p, mayli. Quysin. 15 ta qamalib ketsin. Shuni o'zingga nima chiqarib olding? Aka, 15 ta qamalib keldim aka. Bu yerda urmadi, boshqa qilmadi. Xotinim shu ikkita bolam bor. Jumlamasini dangal gapir sizga. Aka, jumlagan yo'q-ku. Dalboyab, sen bu jumlalayapsan. Normalniy gapir. Xo'p aka, baqirman. Sen baqirgan yo'qsan. Bo'ldi aka. Xo'p, mayli. Maqsad shunday-da, aka. Shuni to'lashim kerak. Alimentim to'lashim kerak. Xo'p, mayli. Menga nimaga dard aytyapsan? Menga dardingni aytmovmi? Aka, siz meni nima ushlab o'tiribsiz bo'lmasa? Men seni ushlab o'tirganim yo'q, dalboyab. Aka, dalboyab bilanman. Hozir urib o'tirib qo'yaman men seni. Normalniy gapir. Aka, normalniy gapiryapman. Endi ukam bitta gap senga. Короче, alimenting bo'lsa, uni to'la. Boshqa endi biz misol uchun buni qonunga o'qilamaymiz, boshqa qilolmaymiz. Xo'p, mayli. Aka, nerda pulim bersin? Kim pulingni bersin? Sen ishlayapsanmi? Pulingni beradi, boshqa qiladi. Aka, ishlayapman, boshqa qilyapman. Bo'ldi.